Assalomu alaykum, hurmatli bitiruvchilar. Xush kelibsizlar. O'zim ham xush keldim sizlarning oldingizga. Menimcha, sizlar shu yerda 6 oy, 7 oy mazza qilib o'qib, bitirib, inshaalloh chiroyli natijalarga erishdinglar degan umiddaman. Natijalar zo'r. Qo'l qo'yganda ham ko'rdim. Avvalambor hammanglarni mana shu bitiruv kuniga yetib kelganinglar bilan kelgansiz tozam. Erishgan yutuqlaringlar bilan va ayni shu dargohda shu sertifikatgacha erishgan bir katta maqsadinglarga erishganinglar bilan tabriklayman. Chunki hamma erisha olmaydi, hamma ola olmaydi va hamma oxirigacha yetib kela olmaydi. O'shaning uchun bunaqa kunlar bu hayotinglardagi boshlanish bosqichi bo'lsin. Har doim shu yo'lda hech qachon charchamasdan har doim mana shunaqa yaxshiliklarni ketida eng zo'r natijalarga erishib yurishinglarni tilakdoshiman. Tabriklayman hammalarni. Mirtolipov Ziyodulla 80 ball. Mashalloh, keling Ziyo. Apkoga shu Instagramdagi reklamani ko'rib kelganman. Undan oldin IELTS o'qiganim uchun men bu 3 oylik kursda javob ko'p narsa ola olmasligimni bilardim. Mana shu 5 oylik o'qish bo'lganiga qaraganda o'sha bilim singishi qiyin-da, vaqt kerak bunga. O'shaning uchun mana shu yerda yaxshiroq o'rganish kerak deb o'zim vivod qilib keldim va bunga amin bo'ldim. O'sha ketgan vaqtimga anaqangi achimayman. Xudo xolisa o'sha yana agarda o'sha международный o'sha anaqaga ham kerak yo'q, xalqaro kerak yo'q qolsa kelib malakamni oshiraman shu yerda. Tabriklayman. Rahmat. Keyingi talabamiz Usmonaliyeva Nasiba. Nasibaxon keling. 78 ball. 78 ball. Buni sharti bor, hamma notebook mashinada yurish kerak, bilasizlar? Bu meni haqqim. Rahmat hammanglarga bergan biliminglarga Alloh rozi bo'lsin. Biz ham rozimiz bergan anaqamizga zo'r bilim oldik degan umiddaman. Endi kelajakda qo'llaymiz buni. Inshaalloh. Xohlasa. Shu. Yo'q, endi gapiryapti. Apkoni topdingiz. Ha, apkoni. Savollarni eslattiraman. Menda hayajon borda hammada. Menda ikkita variant bo'lgan. Lekin xolam shu yerda o'qib ketganlar, o'zingiz bilan lichni bitta ishlarni anaqa hal qilib bergan ekansiz. Siz rosa maqtagan edilar o'shanda. Rosa qo'yinlar ochiq, qo'llaridan kelgancha yordam beradilar. Sen shu yerga borgan, shu yerda o'qigan dedilar. Mashalloh. O'sha yerga keldim, shu yerda bilim oldim. Tabriklaymiz. Keyingi o'quvchimiz Aloviddinova Iroda Nuriddin qizi. 76 ball. Keling, Iroda. 76 ball. Zilodaman harakat qilganlar aniq. Assalomu alaykum. Avvalambor bergan bilimlaringizga rahmat. Kattakon avvalambor sizga, Barno opaga rahmat. Keyin bizni mana shu o'qishga kelganimizdan beri nimani tushunmasak, bilolmasak, men provodkada qiynaldim boshida. Tashqariga chiqib ustozimiz darsga kirib ketgan bo'lsa-da, kimdan so'rasak hech kim yo'q demasdan, nimani tushunmasak tushuntirib, vaqtim yo'q deyishmadi, o'zligidan yetarishmadi, o'rgatishdi. Men shunisiga qoyil qoldim. Keyin men birinchi 10 yil uyda o'tirganman. Ishlamaganman hech qayerda, farzand tarbiyasida o'tirdim. Keyin bitta joydan ish chiqdi. Ular o'zimiz o'rgatamiz deyishdi, konsaltingda buxgalter edi. Bordim. 4 oy ishlab yurdim, lekin tushunmadim. Qilasiz, tushunmaysiz. O'rgatishdi, o'rgatishgani bo'yicha отчетlargacha qildim hammasini. Oylik chiqarish menga ikkita firma berishdi. Uni qildim. Lekin provodkaga kelganda, оборотkaga kelganda o'qishni bilmadim. Hozir o'qiyotganimda уже men buni bunaqa qilish kerak ekan. 1Sga kirganda debit kredit qilib, ichiga kirib, qayerdan nima qayerga ketyapti. Bularni ancha yaxshi tushunib oldim. Rahmat. Hozir ishlayapsiz shu konsalting firmada. 4 ta bo'ldi firma. Men tabriklayman sizni. Rahmat. 4 ta firmangiz 20 taga keldi. Inshaalloh. Komiljonova Dilfuza Mahmudjonovna. 76 ball. Mashalloh. Rahmat kattakon, mashalloh. Men sizni bir 8 yildan beri Instagramda kuzataman. Sizni opalaringizni yangi ochilgandan rosa havosim kelardi. Lekin unda boshqa kasb egasi edim. Endi hozir sog'lig'im tufayli kasbimni o'zgartirishga to'g'ri keldi. Uyda o'tirib 3 oy anaqa o'yladimda, shartta ahd qilib shu yerga keldim. Mashalloh. Rosa havosim kelgan sizlarga, opa-singillarga. Keyin kelganda ham suhbatda aytganman, men shu yoshda ola olmaymanmi, nima bu, qanaqa deganda anaqa administratorlar bir ikkita dars kirib ko'ring, keyin bilasiz deyishgan.
haqiqatda ikkita dars kirdim. Birinchi ustozimizga birinchi minnatdorchilik bildirmoqchi edim sizga, Shoasil ustozimizga, Anvar ustozga, mana Barnoxonga kattakon rahmat. Ilohim rozi bo'linglar bergan ilmlaringizga. Shunda ikkita dars o'tirganda shundoq shu buxgalteriyani mana shu o'qitgan anaqa fundamental o'tganlarda shundoq qopqoqdek solib qo'ydilar-da. O'zi aytdim, ana logический мышленияsi bor odamga bu oson narsa ekan dedim. To'g'ri. Mantiqiy fikrlash kerak inson. Critical thinking deyiladi ingliz tilida. Keyin shu o'qidim, mana endi hozir bitirib именно sizni qo'lingizda 8 yil oldin o'qib ketgan, ana konsalting firmasi bor anaqaga stajyor bo'lib ketyapman. Kim ekan? Anaqa. Это как это? Robiya ismlar. Familiyalarini eslolmayman. Robiya ismlar. Men o'qigan ekanman. Da, именно siz o'zingiz o'qitgan ekansiz. Men shogirdlarim ko'p. 15 Men yildan qo'llarida o'qiganman, o'zlari o'qitganlar Mashallah. Keyingi talabamiz Abdullayeva Yulduz 74 ball. Keling. Yoshim 27 da. Mashallah. 2023-yildan beri Apkoni kuzataman. Mashallah. O'sha 2024da Nimaga o'qishga qaror qildingiz? o'zim shu sohani yaxshi ko'raman. Ishlaganmisiz shu sohada? Bankda ishlaganman, lekin anaqada Endi o'zgartiryapsiz. Buxgalteriya sohasida, ya'ni endi o'zingizni qanaqadir katta bir boshqa sohada ko'rib ko'rmoqchisiz. yaxshi ko'raman shu sohani. Xo'p, kim sizni bunga anaqada oilada xo'jayinlar bo'ladi, bir xilda qaynalar o'qigin deydi, turmush o'rtog'i o'qigin deydi, yo o'zingizmi? O'zim qiziqib keldim. Mashalloh. Endi nima qilmoqchisiz? Konsalting firmalarga topshirib ko'ryapman hozir. Endi yaqin atrofdan chiqsa boraman. Ishga kirib. Ishonch, qarang, gapirish diksiyasiz yaxshi-da. Mahmudda qoldiring. Chiqaring. Uni chiqarish kerak, chunki insonni ichidagi holatini o'shani shu paytda aytsam bo'lar ekan. Deyish kerak emas-da? Aytish kerak. Va u yaxshilikka xizmat qilish kerak. Yaqin orada Umid ustozga telefon qilib, ishga joylashdim, katta ustozga aytib qo'ying va albatta mehmonga taklif qilaman degan holatingizni eshitaman degan umiddaman. Tabriklayman. Zafrus keling. Mashalloh. Assalomu Alaykum assalom. Siz bilan tanishganimdan xursandman, hayotda ko'rganimga. Rahmat. Sizni mana shu intervyularingizni, opa-singiz bilan bo'lgan har bittani shu etapgacha kelgan narsalaringiz hammasini eshitib, ko'rib, o'zimda juda kuchli xohish bo'lgan. 17 yoshimdan boshlab ko'r-ko'rona buxgalteriyaga kirib kelganman, shogird bo'lganman. O'z buxgalterlarga juda qiziqishim kuchli bo'lgan. Ular juda men uchun anaqa bir boshqacha anaqa insonlar bo'lishgan. Shu qiziqishim orqali keyin sizlarni kuzatib o'tdi. Ikkita jiyanim o'qidilar, yuqori ball bilan bitirdilar. Mashalloh. Aljabrga ishga taklif qildinglar. Ruxsora ismli jiyanim, Risolat ismli jiyanim. Shular bilan keyin sizlarni tanidim. Sizlarni kuzatishni boshladim. Shu Apkoni imini sizni bilardim azali. Shunaqa qilib keyin oyijonimga aytdim. 1 soatda hal bo'lib ketdi. Mashalloh. 1 soatda xayrli bo'lsin, hal bo'lib ketdi. Istixoralovga boshlab oldim. Qiynaldim, lekin rostdan qiynaldim, qiyinchilik bo'ldi. Xudo xolisa mana endi bitirib oldim. Mana. Endi Xudo xolisa endi anaqa bo'ldi. Eko bozorga, Glaniy buxgalterga shogird bo'lib bordim. Mashalloh, qanday bo'lsin. Men aytayman, qizimdan ko'ra 65 ballda ko'proq harakat. O'zim qizligimda borgan o'sha buxgalterga ke dedilar, bag'irlarini ochdilar, shu stressdan evlab ketasan, ke cho'chima dedilar. Keyin oyijon baraka topsinlar, xo'jayimga ham rahmat, qo'llashdi. Bolamni bog'chaga berdim, ketdim tavakkal. Mashalloh. Ana ishga joylashish. Odatda biz go'yo chiroyli gaplar gapiramiz-da faqat. Anaqa sotuv bo'lishi yo'q. Biz yetkazamiz faqat shunaqa natijalarni. Aynan bitirmasdan turib, suhbatdan o'tib, ishga joylashish bu o'zingizning mehnatingiz erishgan. Biz esa faqat Hatto xohishingiz bo'lsa, hech kim hech narsa deb yo'lingizni to'smas ekan. Shunisiga borganimda o'zi hammani, men
hammamga ekan уже boshlandida ay to'xtab turing, hali provodka so'rashadi sizdan. so'rashdi hammasini aytayotganimda san xudo xohlasa ish qolib qolaman dedilar. Inshaalloh, xudo shunga xohlasa. xursand bo'lib ketdim. Faqat yordamchi buxgalter emas, balki o'sha eko bozor bo'ladimi? Albatta ustozingizni joyini Shundan o'tdi, egalishingiz emas, boshqa bir joyda bosh buxgalter bo'lib Xudo ishlashingizni xohlasa, xudo tilayman xohlasa. inshaalloh. Xohlasa, Natijalaringizdan juda ham xursand bo'ldim. O'ylaymanki, bizani Apko akademiyasini mehmonga chaqirasiz. Inshaalloh. Tabriklayman. Rahmat. Shakirova Munisa 65 ball. Assalomu alaykum hammaga. Alaykum O'zimizga assalom. Vaqtida yetib keldingiz. Vaqtida yetib keldim. Har doim nasib qiladi. Yaqinda turmushga chiqqansiz. Kelishingiz shuncha qiyin bo'lgan. Qiyin bo'lib ketdi. Mayli, amallab oxirgi kunlarimizda yetib keldim. Oxirgi darslarga ozgina qiynalganim uchun ozgina pasab oldim. Buni bilaman. Lekin xudo xolisa qo'limda ishim bor уже. Alhamdulillah. Hatto nima ish, o'shani gapiring. Imqiriq bo'yicha xorij bilan, Turkiya bilan ham import, aniq, ham kirim, ham chiqim. Bosh buxgalter bo'lib ishlayapsiz. Yo'q, hozircha Yordamchi. Xudo xolisa. Ya'ni ulgurji savdo, import tovar kiradi va buni mahalliy xalqqa bu yerga sotasiz. Eksportdan bor. Eksportdan bor. Qurilish mollari bo'lsa kerak. Yo'q, kompyuter, 1S. Imana mashinalarda. Sohada. Juda ham zo'r. Server. O, qarsanglar bo'lsin. Xudo xolisa. Yog'li joyga tushdi lekin. Xudo shukr. Tabriklayman. Rahmat kattakon. Yangi turmushga chiqqan ekansiz. Chiroyli, baxt tilayman. Sog'lik, soliha farzandlik tilayman. Inshaalloh shunaqa chiroyli baxt quringki, hamma sizlarni ko'rib havas qilsin inshaalloh. Ishingizda ham, oilada ham va jamiyatda ham o'z o'rningizga ega bo'ling. Tabriklayman. Ustoz, men sizdan uzr so'rayman. Oxirgi kunlarda yaxshi o'qimadim. Rostdan qizil olaman deb kelgan edim Necha ball? 65. Oxirgi sog'liq darslarida kelolmay, ulgurolmay darslarni qila olmadim. Ustoz, sizdan uzr so'rayman. Men va'da bergan edim qizil olaman deb, lekin xudo xolisa inshaalloh bosh buxgalter bo'lib kelganimda siz oldingizga kelaman. Men oldim, mana bosh buxgalterman ustoz deb. O'sha bosh buxgalter bo'lganingizda biz sizga yana qayta imtihon qo'yib beramiz. Amin. Qo'yinglar. Qizil olib chiqib ketaman. Qizil olib chiqib ketasiz. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. O'quvchimiz Alimjonova Sevara 88 ball. 88 ball. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ovaling. Men o'zi soham arxitektura yo'nalishi bo'yicha o'zim arxitektura institutini bitirganman. 10 yil bo'ldi bitirganimga. Ishlaganmisiz? Ishlayapman. Hozirda ham ishlayapman. Ikkinchi mutaxassislik qilib moliya institutiga topshirdim. Juda ham yaxshi. O'tga kirdim moliya institutiga. Arxitekturadan kasbingizni o'zgartirishga qaror qildingiz? Qiziqdim. Birinchidan qiziqish, ikkinchidan xo'jayinim o'zlari savdo sohasida buxgalter topishga qiynaldilar. Ha, ana haqiqatda. Buxgalter topishga qiynalib, keling shu men o'zim qilib beraman shuni. Odam qilgan ishni odam qiladi-yu, nima dedi? Qilasizmi? Ularniki nima? Yo'q hali. Ishxonamdan bo'shatishmayapti. Ishxonamdan qo'yib Yo'q, nega bo'shatish kerak? Ishxonangizdan bo'shamang, noutbukingiz bormi? Ha, hamma sharoitlarimiz Badingiz bormi? Noutbuk ishxonaga borib, отчетlarni topshirib, badingizga kirgizib, bu yoqda u ish ham qilsa bo'ladi. Diplomini olib kelib gaplashamiz dedilar. Demak, birinchi xo'jayin suhbatlardan o'tasiz. Birinchi ularni testlardan o'tib olishim kerak edi. Ulardan ozgina importlari bor, o'shaning uchun sal qiynalaman. Import qiynmasa? Qiyin emas. Xudo xolisa qiynalmayman. To'g'risi, siz videolaringiz ko'rsatdi, bunaqa qildim. Shunaqa zo'r, mana o'ziga ishonchi bo'lgan odamlarni yaxshi ko'raman-ku o'zi. Shunaqa o'zing sohang shuni tanladingmi dedilar, zo'r mutaxassis bo'lmasang konsalting ochib beraman. Mashalloh, qarsak bo'lsin shu joyga. O'shanga o'zim yoningda turib beraman. Sen shunaqa oldinga komanda yig', o'zing ham shunga yarasha bo'lgin deb motivatsiya berdi. O, mashalloh. Shunaqa turmush o'rtoqlar ko'paysin, bitta qarsak bo'lsin. Tabriklaymiz. Xayrli bo'lsin, inshaalloh yaxshi natijalarni olamiz. Rozi bo'linglar, bilimlaringiz. Mana bu like hammaga berilmaydi, qizilga beriladi. Bu like sizni aynan shu darajaga erishgan yutug'ingiz. Mana shu like bilan bosh buxgalter bo'lib ishlayotganman deb eringizga olib borasiz. Tushuntira oldimmi? Bu like eringizga. Tabriklaymiz. Rahmat. Inshaalloh. Yuvish kerak. Faqat chempionatda anaqa Osiyo chempioni bo'lgan yuvrasizlarmi O'zbekistonda?
inshaalloh tabriklaymiz